Musulmon bo'lishdan burun qaysi dinga e'tiqod qilardingiz? Musulmon bo'lgan vaqtingizda oilangiz qanday pozitsiyada bo'ldi? Musulmon bo'lgandan keyin duch kelgan eng cho'ng qiyinchiligingiz qaysi? O'zimni yo'qotib qo'ydim. Bakli qo'rqib ketdim. Yaratquchi haqida qanoatlanarlik javobga muhtoj edim. O kuni bir xil g'alatilik his qildim. Intayin g'uva ammo tez suratda yiqilishayotgan bir narsani ko'rdim. Aniq ko'rinmaydi. Sinchilab qarasam, xuddi bir narsaning churgilab turayotganligini ko'rdim. Oxir u narsa kelib menga so'qildi. Men nim bo'lishidan qat'iy nazar Allohning yo'lida bo'lishni orzu qildim. Assalomu alaykum Muhammad aka. Taklifimizni qabul qilib kelganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Bu suhbatimizni o'zingizdan qisqacha tanishtirish bilan boshlab ketgan bo'lsak, nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Barcha maxluqotlarga, ya'ni kelib o'ziga itoat qilganlarga mehribon bo'lgan Allohning ismi bilan boshlayman. Durud va salom Muhammad alayhisalomga va uning oila tavobatlariga bo'lsin. Mening asli ismim Kilon Kitcher. Kaliforniyada tug'ilib cho'ng bo'ldim. Xristianlarning maktabida o'qidim. Yaratquchining haqiqatan borligini bilganga qadar, ya'ni 2010-yilga qadar dinsiz holda yashadim. Aslida Alloh mening haqiqat ko'zinishimni kutayotgan ekan. Musulmon bo'lishdan burun qaysi dinga e'tiqod qilardingiz? Men xristian bir oilada tug'ilib cho'ng bo'ldim. Xristianlarning maktabida o'qidim. Ammo ba'zi bir tarafni hisob qilmaganda men bu dinga e'tiqod qilmaydim. Nimaga e'tiqod qilmaydingiz? Chunki men bu dinni to'g'ri din deb qaramaydim. Uch iloh haqidagi tushunchalar va yaratquchining qandoqligi kallamdan o'tmaydi. To'g'ri, biz yaratquchi bir deymiz. Ammo bu dinga qaraydigan bo'lsak, yaratquchi 3 degan tushuncha hosil bo'ladi. Mana bu tushuncha odamning aqlini qaymoqtirib qo'ydi. Bu dinda yaratquchini insonga o'xshatdik. Ammo u vaqtlarda hatto hozir mening kallamdagi yaratquchi butun maxluqotlarni yaratadigan bo'lg'achqa texnik kuchli bo'lish kerak deb qaraydim. Uning kim ekanligini zodi qanday qilib bilalayman. Yaratquchining o'zini o'ltiralishi uchun inson qiyofatiga kirishga majbur bo'lib qolishi, ya'ni kelib hammamizning apu qilinishi kallamdan o'tmaydi. Yaratquchi bularni qilmaymi bizni apu qilamasmi? Men universitetdagi mazgilimda bir ibodatxonaga telefon qilib, bir missionerdan "Man qarang, kesib etalayman. Balki men Yahudi bo'lishim mumkin. Chunki men Hazrati Isoning yaratquchining o'g'li ekanligiga ishonmayman. Sizlarmi buningga ishonmaysizlar shundaqqa? Menga nimaga e'tiqod qilganligingizni aytib bersangiz, balki men siz e'tiqod qilgan dinga e'tiqod qilishim mumkin" dedim. U kishi mendan "Onang Yahudimi?" deb so'radi. Men "Yo'q, onam Yahudi emas" desam, u menga "Undaqda sen Yahudi bo'lolmaysan" dedi. Men shu vaqtda yaratquchining o'ziga ibodat qilishimni xohlaydiganligini his qilgandek bo'ldim. Agar haqiqatan bir yaratquchi bor bo'lsa, nimishqa ma'lum bir guruhga qo'shilmaydiganligimni desin. Agar rostdan shunday bo'lsa, demak haqiqiy bir yaratquchi yo'q. Mana shu gap bilan to'xtab qoldim. Bularning hammasi bir-biriga zid ko'z qarashlar edi. U vaqtlarda bilim orqali ba'zi savollarning javobini topish mumkin edi. Tadqiqotchilar bizning yaratquchiga ehtiyojimiz yo'qligini aytib o'tadi. Men ularni mendan bakrak aqlli deb o'yladim. Shu sababdan ko'pchilikka bo'ysunib hayotimni davomlashtirdim. Yana kelib yaratquchining borligiga bo'lgan ishonchimni butunlay yo'qotib qo'ydim. Yaratquchining borligi haqidagi tushunchangiz qanday bo'lib paydo bo'ldi? 2010-yili egri kasal bo'lib o'rin tutib yetib qoldim. Shu mezgilda fizika haqidagi qisqa filmlarni ko'rib chiqdim. O vaqtlarda tadqiqotchilar mavhum bir modda va energiyaning, ya'ni kelib dunyoda texmi ko'p tortish kuchining, intayin ko'p moddalarning borligini bayqagan bo'lib, bizning bularning 30%ni ko'rib 70%ni ko'ramaydiganligimizni aytgan edi. Men shuni tushunib yetdimki, agar 10 tal fizikalik modda bo'lsa, uning kenglik, uzunlik va cho'nqurligi 30% ni egallaydi. Bu ko'z qarash menga mantiqli kelgan edi. Shunda qilib men dinsizlikdan chiqib yaratquchining borligiga ishonishga boshladim. Shu chaqlarda islom haqida bir narsa bilamdingiz. Men shu ishlardan keyin tunji qatim Qur'onni qo'limga oldim. O vaqtlarda televizorda agar haqsiz Qur'onga erishmoqchi bo'lsangiz biz bilan aloqalashing degan bir e'lon berilyotdi. Men o Qur'ondan bir tal elib assam, uningda Iso, Musa degandek Injilda ismi bor payg'ambarlarning hammasining ismi bor ekan. Men aslida bu Injilga ishonmaydigan tursam, bu Qur'onga qandoqmi ishonay? Bular amaliyotda hammasi o'xshash kitoblar ekan deb o'yladim. Men Qur'onni ichib bu ismlarni ko'rganimda mushuning o'zi yetarlik. Buni inchiklab o'qishim hojatsiz deb o'ylab Qur'onni bir yerga qo'yib qo'ydim. İslam haqida Iso, Musaga va Muhammad alayhisalomga ishonish kerakligidan boshqa bir narsa bilmaydim. Hammasiga Allohning salomi bo'lsin. Undaqda islomga qachon qanday shaklda haqiqiy yuzlandingiz? 2010-yilning oxirlarida haqiqatan ajoyib kunlarni boshdan kechirganim helim esimda. Men yaratquchining haqiqatan borligiga shu vaqt ishondim. Chunki buni o'zim boshdan kechirdim. Agar yaratquchi va shaytonning borligi haqiqat bo'lsa, undaqda jannat va jahannamning borligi haqiqat edi. Men jahannamlik bo'lib qolishni qat'iy xohlamaydim. Undaqda endi men yaratquchining kim ekanligini tepishim kerak edi. Chunki men yaratquchini bilmaydim. Yaratquchi degan ism haqiqatan yaratquchining ismidek bilinmaydi. Bu faqat bir qancha sifatlardan biri hisoblanadi. Shunday emasmi? Men yaratquchi degan bu ifodani Peki ismli bir kishi tarafidan yozilgan Axloq va haqiqat degan kitobda o'qigan edim. Bu kitobda Luciferning va yana Adonayning yaratquchi ekanligi yozilgan edi. Men Luciferni bilatdim, lekin uningga agishni xohlamaydim. Men izlayotgan yaratquchi Adonaymidu deb o'yladim. O kuni kecha o'zimda bir g'alatilikni his qilgandek bo'ldim. Xijil bo'ldim. Chunki biz oila bo'yicha hammamiz uzun zamondan beri dinsiz edik.
Yana kelib men ayolimning duo qilayotgan holatimni ko'rishini xolamaydim. Shunga men duo qilish uchun sirtga chiqib, Adanaga duo qildim. Men duoyimda uningga, agar sen haqiqiy yaratquchi bo'lsang, menga bir yo'l ko'rsatgin dedim. Men shu vaqtda intayin g'uva, ammo ushqundab kelgan bir narsaning menga yiqilishib kelayotganligini ko'rdim. U narsa aniq ko'rinmaydi. Xuddi bog'chilardagi chaqpalakdek cho'rgilab turardi. Ammo sirtdagi mashina bo'lsin, dal-daraxtlar bo'lsin, hammasi normal ko'zimga ko'rinadi. U narsa nihoyat tez sur'atda menga yiqilishib kelyotdi. Men shu vaqtda, "Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Bu degan shayton" dedim. U oxiri kelib menga so'qildi. Uning passiv energiya ekanligiga ishondim. Chunki u mendagi aktiv energiyalarni yo'q qilib o'tgan edi. Uning nima ekanligini o'ylashga ulgurmay tamtirab berib yotoqqa o'zimni tashladim va 12 soatdan keyin uyg'ondim. Men xuddi oldingi kundagidek holsiz edim. Ustiqonlarim og'rib ketgan edi. Men nimishqa bunday his qilaman deganlarni o'yladim. To'g'ri, men oqshom bir shayton ko'rdim. Undaqda bu to'g'ri yo'l bo'lmasligi mumkin. Adonay sen izlayotgan yaratquchi bo'lmasa kerak deganlarni o'yladim. Undaqda keyin kimga duo qildingiz? Gerçi İncil'ga qat'iy ishonmasam, podshoh va poplarning Injilni yozib chiqqanlarning o'zlarining manfaati uchun o'zgartganligini bilsam, balkim ahd qadim to'g'ri bo'lib qolsa, balki Yahova yaratquchi bo'lsa deganlarni o'yladim. Ertasi tush vaqtida men Yahovaga menga bir yo'l ko'rsatgin deb duo qildim. Bir qancha sekund o'tmayla menga bir telefon keldi. Mening telefon qilgan kishining kimligiga munosabatli ma'lumotlarni ko'rsatib beradigan bir xotiram bor edi. Men telefonni olib, "Yaxshimisiz?" dedim. O kishi menga tunugun akşam bu numaradan bir uçur topshirib oldik. Bir qiyinchilik qolgan o'xshaydi dedi. Men uningga, "Birodar, qiziq gap bo'ldi. Sen kim bo'lasan?" dedim. O, "Men palonchi" deb o'zini tunishtirdi. Uning ismi telefon xotiramdagi ism bilan Odil edi. O o'zining rohib ekanligini aytdi. Haqiqatan hayron qolgan edim. Men yaratquchining menga yo'l ko'rsatish uchun Yahovaga duo qilib turishimga sen menga telefon qilding. Bu mening duoyimning bir javobi. Men qara do'stim, men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Kallam qaymoqib ketdi. Qo'rqyapman. Ko'zimga har xil narsalar ko'rinib ketyapti. Bu ishlar menga bakli eg'ir keldi. O'zimni o'ldirib olishni o'yladim, chunki bu ishlarga bardoshlik beramadim. Mening yaratquchi haqida qanoatlanarlik bir javobga ehtiyojim bor, dedim. U sen qayerda deb so'radi. Men registrda ekanligimni aytganimda, u men tunugun akşam u yerda edim. Ammo hozir u yerdan 50 kilometr yiroqlikdagi boshqa bir shaharda dedi. Men hech qisi yo'q, men yarim soatgacha u yerga boray. Menga faqat 5 savol so'rg'idek fursat bergin. Men yaratquchi haqida bilishni xohlayman dedim. Ammo u kishi kelishimga ruxsat qilmadi. Men undaqda ati kelsam bo'lamdi deb so'radim. U atimi o'gimmi ishi borligini aytdi. Oxirida 10 kundan keyin ko'rishib kelishib telefonni qo'yib etdim. Men yaratquchi haqida ma'lumotga erishadiganligimdan intayin xush bo'lgan edim. Keyin men nima ishlar bo'lib ketib bordi deganlarni o'yladim. Bu odamning tunji qitim aytganlarini o'yladim. O tunugun bu nomerda birisining qiyinchilik qilganligini aytib telefon qilganligini aytgan edi. Mening uyimda telefon qilgan nomer. Telefon qilgan nomer muqim nomermidi? Muqim nomer edi. Men bo'lgan ishlarni bir qor o'ylab chiqdim. Ko'zimga shayton ko'ringan-tig'i. Bu odam dal shayton ko'ringan kuni men yashayotgan shaharda ekanligini aytdi. Xuddi bu odam u shayton bilan birga xizmat qildigandek his tuyg'i keldim. Chunki bir rohib yoki bir imom kim bo'lishidan qat'iy nazar o'lib olishni o'ylayotgan bir odamga tezli yordam qilish kerak. O'zini o'ltirib olaman degan so'zning rost yolg'onligini bilish uchun saqlamaslik kerak deb o'yladim. Ya'ni meni saqiltib qo'yishi kallamdan o'tmagan edi. Keyin nemish bo'ldi? Allohga duo qildingizmi? Bu nuqtaga kelganimda yaratquchi ekanligini o'ylagan bir zot Alloh bo'ldi. Ammo 11-sentabr voqeasidagi menga yush harakati va u oy tangrisi degan uqum yanala aqlimdan chiqib ketmagan edi. Shu sababdan Allohga duo qilishdan qo'rqatdim. Chunki dunyoni yaratmagan biriga duo qilib yana bir qatim xatolashni xolamaydim. Shuning uchun Allohga duo qilmadim. Ammo menda xomushlik ko'rilishga boshladi. Tuyuqsiz turib yig'laydigan bo'lib qoldim. Bu g'alatiliklar haqida ko'p o'ylandim. Men nimishqa yig'layman? Nimishqa o'zimda bir xil besim his qilaman? deb o'yladim. Ko'z yoshlarimni to'xtashtirishgan bo'lsam, to'xtamay yotadi. Kunlab yig'laydim. Bir juma kuni atdigan o'rnimdan tursam, yotiqim chiliq ho'l bo'lib ketibdi. Nemish bo'lganda deganlarni o'yladim. Yotiqimning ho'lligini ko'rib, bir kech yig'lab chiqqanimni his qildim. Ko'z yoshlarim kirliklarimni yo'l qilib o'tgan bo'lib, mendagi besim intayin eg'ir edi. Bu besimning qanchalik eg'ir ekanligini hozir til bilan tasvirlab beramayman. Quloqimda pat ba'zi pichirlashlar bo'lib turadi. Xuddi bir quloqimga pichirlab, "Men qara, hayot bu shaklda azoblanib yashashga arzimaydi" degandek anglanadi. Men o'ylanishga boshladim. To'g'ri, hayot bu shaklda yashashga arzimaydi. Men nima ish qila olayman? Keyin u ovoz yana quloq tuvimda "O'zingni o'ltirib ol" deb anglandigan bo'ldi. Men o'ylanib buni to'g'ri topdim. Chunki o'lib olish mening masalalarimni hal qila oladi. O'zimni o'ltirib olish orqali bu besimdan qutula oldim. O'zingni qanday o'ltira olaysan degan savolga javob izlab, buning eng yaxshi chorasini topdim. Dori ichib olish. Bunda qilganda azroq qiynaldim. Keyin hayvonlarning jasadimni yalaydigan bir o'rmonning o'ttirsida o'lib olmoqchi bo'ldim. Undaqda oyning iloh bo'lishi mumkin emasmi deb o'ylandim. Jili bo'ldim. To'g'ri, oy. Bu to'g'ri dedim. Yaratquchining borligi bir haqiqat. Men o'zimni o'ltirsam jahannamga kiraman deganlarni o'yladim. Agar kishilarning aytgandek shayton iloh bo'lsa, u vaqtda o'zimni o'ltirib olaman. Uning bilan jahannamda uchrashaman. Nimishqa eng oxirgi qitim bo'lsa-mu ta'limni sinab ko'rib, o'zimni o'ltirib olishdan burun uningga duo qilib boqmayman.
dedim. Chunki nurg'un qarorlarimga o'xshash bu bir xato qarordi. Bu qarordim xatolashgan bo'lishim mumkin deb o'yladim. Bu vaqtda soatning 10 bo'lganligini ko'rdim. Juma kuni atdigan o'rnimdan turib yig'lagan peti, Allohim, men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Mening kallam bakla qaymoqib ketdi. Ko'zimga har xil narsalar ko'rinyapti. Til bilan tasvirligisiz darajada besim his qilyapman. Haqiqatan o'zimni o'ldirib olish oldida turibman. Agar sen haqiqatan yaratquchi bo'lsang, ahvolimni bilasan. Nimishqa doim buni aytib turishim kerak. Buni o'llik ovozda aytishimning hojati bormi? Menga hozir qadar nimishqa yordam qilmaganligingni bilmayman. Sanga yolvuray, Rabbim, menga yordam qilgin, menga yo'l ko'rsatgin deb duo qildim. O vaqt qalbim xuddi bir sharga aylanib qilib, Alloh uningga po'liganda qiladi. Haqiqatan qalbim rohat topgan edi. Qalbim faqat oshiq degan kalima bilan ifodalaydigan bir modda bilan to'ldirilib, orqadan bu modda ajoyib bir davolg'ish bilan qalbimning sirtiga tepchib chiqqan edi. Bu g'alati ammo ilmiy bir tuyg'u edi. Bu tuyg'uning qo'llarimga, qalbimga, hatto kallamga chiqarib harakat qilayotganligini his qildim. Aylanib yana qaytib keladi. Bu sevgi tomchilari qalbimdan boshqa butun badanimni to'ldirgan edi. Qalbim xuddi bir yulduzga o'xshaydi. Bu xuddi oshiqning yuragiga tutashgan o'tqa o'xshaydi. Bu tuyg'u bak qisqa bir vaqt davomlashdi. Men Allohning haqiqatan yaratquchi ekanligini tunji qitim shu vaqtda his qildim. Men islom haqida hech narsa bilmaydim. Ammo nima bo'lishidan qat'iy nazar Allohning yo'lida mengishni xohlaydim. Bu yo'l qanday yo'l bo'lishidan qat'iy nazar bu yo'lda meng'atdim. Keyin nima ish qildingiz? Pokistonliklar ochgan bir tomoqxona bor edi. Ularning taomlari bakli o'xshaydi. Men ularning musulmonlar ekanligini bilib, islom haqida bir narsalarni o'rganish uchun u yerga bordim. Ular meni birisi bilan tanishtirmoqchi bo'ldi. Men buningga ma'qul bo'ldim. Men bu dinning qandaqligini bilmayman, ammo Allohning haqiqiy yaratuvchi ekanligini bilaman. Meni musulmon qilinglar. Musulmon bo'lish uchun nima ish qilishim kerak? Qenimni beramdim. Nima ish qilaman? Bir narsani imzolashim kerakmi? Undaqda hozirla imzolay, dedim. Ular, yo'q, bularning hech qaysini qilmaysan. Musulmon bo'lish bakli oddiy. Sen faqat qalbing bilan Allohning yaratquchi va Muhammad alayhisalomning Allohning elchisi ekanligini ifodalaydigan bir jumla so'zni aytishing kerak deydi. Men bo'ladi shunda qilay dedim. Ular undaqda sana o'rgatadigan ba'zi narsalar bor dedi. Dedi-da islom va iymonning shartlari haqida to'xtaldi. Men bo'ladi dedim. Chunki bu vaqtda o'ylanishimga kerak yo'q edi. Ular menga Qur'onning yaratquchimizning haqiqiy so'zlari ekanligini bilmasam bo'lmaydiganligini deydi. Men, "Oy, qandaqsiga? Bu haqiqatmi? Qandaq mumkin bo'lsin? Haqiqatan ishongim kelmayapti" dedim. Yaratquchimiz bizga o'zining so'zlarini yetkazgan edi. Xristian diniga e'tiqod qilib boqqan bir kishi bo'lib sifatim bilan faqat kallamdan o'tmagan edi. Chunki hech qachon Injilning yaratquchining so'zlari ekanligini kallamga keltirib boqmagan edim. Bizga Injilning yaratquchining so'zlaridan ilhom elib yozilganligi aytilgan edi. Bu insonlarga oid so'zlar bo'lg'achqa menga bakli g'alati tuyulgan edi. Uningga qandaq ishini olayman dedim. Musulmon bo'lishing uchun bularga ishonishing kerak dedi. Undaqda sen meni qoyil qilgan dedim. Bo'ladi. Undaqda biz yana qayta ko'rishaylik. Chunki bugun islom haqida olgan ma'lumotlaring yetarli dedi. Keyin biz rasmlik islom rahbari degan kichik kitob bilan davomlashtirdik. U kitobda Qur'ondagi tadqiqotlar haqida to'xtalgan ekan. Inson vujudining taraqqiy qilish shakli haqiqiy taraqqiy qilish bosqichi bilan mos edi. Ammo bularning hammasi yuqori darajalik apparat bilan ko'rish imkoniyati yo'q bir davrda, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bularni 1400 yil burun bilishi mumkin emas edi. Bu faqat bir ilohiy ma'lumot bo'la oladi xolos. Qachon shahodat keltirdingiz? Qur'onni qabul qilgandan keyin amdi shahodat keltiraylik dedim. Hasan ismli bir birodar bor. O'zi intayin qaltis biri. Uning bilan hozirmi ko'rishib turman. U menga juma kunigachilik saqlab turaylik. Juma kuni jamoatning oldida shahodat keltirgin. Xuddi cherkovdagi yakshanba yig'ilishiga o'xshash. Unda qilganda butun jamoat bu shahodatning barakatiga erishadi dedi. Men yo'q, unda qilsam bo'lmaydi. Agar men ati o'lib ketsam qanday qilaman? Ati meni avtobus so'qib etamdi bilmaymiz. Shuning uchun men hozir shahodat keltirishni xohlayman dedim. Ammo u faqat bir necha kun kutib turgan dedi. Men buningga ma'qul dedim. Chunki uningga ishondim. Faqat oldida deb o'tganimdek sen haqiqatga yaqinlashgan sari shayton sen bilan texmi bilishid ekan. Aqlimga bo'lmag'ir xiyollar kapli turadi. Bakli g'alati xiyollar. Masalan, agar juma kuni masjidga borsam, biri bomba bilan masjidni portlatsa, u yerdagi begunoh kishilar men sababli o'lib ketishi mumkin degandek bo'lmag'ir xiyollar. Men biz kelishgan juma kuni masjidga bormadim. Shanba kuni do'stim menga telefon qilib bo'lgan ahvollarni anglab, men seni tushundim. Biz bu ishni kechiktirmaylik, biz bir bog'chada uchrashaylik dedi. Men bog'chada bir o'rindiqda o'ltirib uningga agishib shahodat keltirdim. Shahodat keltirib bo'lgandan keyin o'zimni rohatligandek his qildim. Chunki oxiri Allohning biz bandalardan talab qilgan narsasining bir parchasi bo'lgan edi. Musulmon bo'lgandan keyin oilangiz sizga qanday muomala qildi? Beshida musulmon bo'lishim ularga bak yiqib ketmadi. Anam bilan cherkovga berishga majburladi. Anam meni cherkovga berishga majburladi. Men kasal bo'lib yetib qolgan mazgillarda anam cherkovga to'lib berishga boshlagan edi. Yaratquchining haqiqiy borligiga ishonib islomni qabul qilgan vaqtimda onamga telefon qilib, "Ana, sen to'g'ri aytib ekansan. Haqiqatan yaratquchi bor ekan" desam, onam intayin xursand bo'lib ketdi. U menga, "Ha, nim bo'lsa bilibsan" dedi. Biz baptist cherkoviga berib cho'ng bo'lg'ashqa, u mendan "Baptist cherkovini topaladingmi?" deb so'radi.
Men yo'q, Baptist chirkavi emas dedim. O, ha to'g'ri, sen yashayotgan shaharda loterliklar bor. Loterliklarni chirkaviga beryapsan ya, dedi. Men yo'q, umi emas dedim. Ha qancha bo'lsa-mu katolik chirkaviga beryapmaydigansan, dedi. Men yo'q dedim. O buni aniqlamay turib voz kechadiganday qilmaydi. Men uningga musulmon bo'lganligimni aytishdan tap tortdim. Chunki buningdan xursand bo'lmaydiganligini bilatdim. Ammo u voz kechmadi. U menga "Undaq sen yaratquchini qanday topding?" dedi. Men uningga "Ana, sen haqiqatan yaratquchining qayerda ekanligini bilishni xohlasang, masjidga berishing kerak" dedim. Onam bu so'zimni anglab yig'lashga boshladi va u yaratquchi emas dedi, telefonni qo'yibdi. Ammo bir qancha yil o'tgandan keyin uni yo'qlab bag'inimda bir kona tonishimiz onamga telefon qilgan edi. O telefonni men ko'targan edim. Telefon qilgan kishining ismi Ruti edi. U menga "Bo'p o'tgan ishlarni angladim. Yaxshi qilibsan. Anang sendan intayin xursand" dedi. "Onamni da'vatamsan, lekin menga undaq bilinmadi. Bo'p o'tgan ishlarni senmi bilasan?" dedim. "Ha, anang musulmon bo'lib hayotingning o'zgarganligidan intayin xursand" dedi. Musulmon bo'lganligim uchun xursand ekanligi haqiqatan ajoyib bir ish edi. U menga buni e'tirof qilmasimi, ammo islomning hayotimni qanday o'zgartganligini tushungan ekan. Hammanglardan o'tinadiganim kunlarning birida uningga islomni qabul qilish uchun duo qilib qo'ysanglar. Musulmon bo'lgandan keyin tunji yo'liqqan eng cho'ng qiyinchiligingiz qaysi? Intayin yaxshi savol bo'ldi. İslamga haqiqiy to'g'ri bir shaklda e'tiqod qilishdanmi ortiq qiyinchilik bo'lmasa kerak. Chunki sizni burungi hayotingizga qaytarishga undab turadigan nurg'un narsalar bo'ldi ekan. Bir tarafdan ko'ngil ochadigan qizlar, yana bir tarafda har turli ko'ngil ichish so'rovlari sizni o'ziga tortib turadi. Sizni kutib turgan kechiliklar, haroq tamokilar degandek. Ularning hammasi sizning qaytib kelishingizni kutib turadi. Qaytib kel, biz seni yaxshi ko'ramiz deb qarab turadi. Ammo siz bularning xato ekanligini bilasiz. Deganimdek, meningcha eng cho'ng qiyinchilik o'zingizning tutgan yo'lda ching tura olishingiz deb qarayman. Demoqchi bo'lganim shuki, islomni qabul qilib, bu narsalardan voz kechish albatta oson emas. Allah bilan alohida bir munosabatingiz borligini his qilgan bir ishqa duch kelib baqdingizmi? Musulmon bo'lgandan keyin 2 oy Amerikaning hamma yeriga bora oladigan bir avtobus bileti setib oldim. Sayohat qilish jarayonida insonlarni ogohlantirdim. Bu ba'zida beshimni baloga so'qishimga sabab bo'ldi. Men bu balodan qutulish uchun muhim bo'lgan narsalarni ularga ifodalash uchun so'zimni qisqartirishim kerakligini his qildim. Men ularga apu qilinish haqida so'zlab berdim. Men San Fransiskoda Tenderloin degan yerda edim. Bu yer bütün buzuqchiliklarning zarlik chekim tijoratlarining markazi bo'lgan bir shahar edi. Chunki u vaqtda bu yerda kishilarning menga o'xshash insonlar ekanligini bilatdim. Ular yordamga ehtiyoji bor va intayin g'amkin kishilar. Shuning uchun ular o'zlarini bu ishga otgan edi. Men ularning orasida edim. Men o'zimni oxirat yaqinlashdi deb yozilgan bir taxtni ko'tarib olgan odamdek his qilatdim. Ya'ni shu chaqlarda o'zimni shunday his qilib qolgan edim. Ammo men u yerda turib kechirim qilish da'vodir. Sening bir da'voga ehtiyojing bor. Allohdan seni afu qilishni so'ra, dedim. Kishilar mening yenim kelib sen sarang bo'lib qolsan deb tillashdi. Hatto mendan bezor bo'lib yo'qol deb qo'g'lashdi. Ammo men u yerda turib so'zimni davomlashtiryaptim. Taxminan 5-6 soatlardan keyin aqlimga bu ahvol odamni charchitdi ekan. Bu bir saranglachi fikr ekan. Sen zodi nima qilyapsan? Sen sarangmi? Ular albatta haqli. Bu yerda turibla kishilarga yaratquchi haqida so'z qilganing nimasi? Yaratquchi ularning xiyoliga kirib chiqmaydigan tursa, bo'ldi bu yerdan darhol ket degandek xiyollar keldi. Shularni o'ylab yotoqqa qaytib tunji kuni u yerda tikilib qarab turgan yosh bir ayolni ko'rdim. U ayol menga qilgan ishlaring uchun sana rahmat dedi. Men tamom, Allohim tamom dedim. Men qaytishga tayyor edim. Men g'ayratlantirishga muhtoj bo'lganimda meni jasoratlantiradigan bir nima avatding. Menga buni avatgan sen. Men buni bilaman dedim. Atsi men o'xshash ishni yana qildim. 5-6 soatlardan keyin yana o'xshash ahvol yuz berdi. Ammo u kunidagi qeyri ayol edi. U yaratquchining o'zi emas. Bu bir ishorat edi. Sarang bo'lma. Bu kishilar haqli. Men voz kechishga tayyor deb o'ylayotganimda bu qitim qeyri bir odam keldi. Uningdan kichik bir o'g'li bola kelgan edi. 5 kun ichida men qayta voz kechib ketishga tayyor turganimda birisi chiqib meni hayratlantirdi. Mening qilayotgan ishimdan xursand ekanligini aytdi. Men ularga yaratquchi, apu qilish va hambaharlanishning naqadar muhimligi haqida so'zlaydim. U vaqtda men haqiqatan bir bog'lanishni his qildim. Chunki men bo'lib o'tgan ishlarning tasodifiy bo'lib qolmaganligini biladim. Bu xuddi shahodat keltirgan vaqtimdagidek qalbim ozodlashganga o'xshash cho'ng bir ishorat bo'lmasa-mu yana bir ishorat edi. Siz musulmon bo'lgandan keyin atrofingizdagilardan birarsi musulmon bo'ldimi? Cho'ng onam, ya'ni onamning onasi musulmon bo'ldi. Taxminan 2012-yillar edi. Uni yo'qlab olganimda u yashanganlar sanatoriyasida ekan. Taxminan 86 yoshlarda edi. Mening momamning yeniga onam boshlab bordi. Men uni yo'qlab olganimda u gap qilamaydi. Qilishga o'rnib faqat-yu, ammo to'liq maqsadini deyolmaydi. Chaqliq o'rindiqda o'ltiratdi. U meni ko'rib yig'lashga boshladi. Men cho'ng ona nimishqa yig'laysan deb so'radim. U gap qilishga shuncha tamshalgan bo'lsa-mu gap qilolmadi. Men bundoq chaqda nimish qilishni obdan bilatdim. Men uningga 1 minut bo'lsa-mu yaratquchi haqida paranglashayli. Hozir hamon bu yer kelib sana Isa payg'ambarga duo qil deydi, ammo sen unda qilma. Chunki bu bir batillik, shirklik hisoblandi. Yana kelib tunji buyruqqa bo'ysunmaslik bo'ladi. Men qaramama, Muhammad payg'ambar, haqiqiy bir payg'ambar. Islom biz e'tiqod qilsak bo'ladigan eng to'g'ri din dedi. Bu so'zlarni qilayotganimda uning yoshlari taramlab eqiyotdi.
Men onundan bugün Müslüman bo'lishni xohlamsan deb so'raganimda, u ha degan ma'noda beshini lang'ishdi-da, yana yig'lab ketdi. Men undaqda mening qo'limni tutqin va men degan so'zlarni qabul qilsang, qo'limni ching siqqin dedim. Onunğa shahodat keltirgizdim. İnşallah mumam qiyomat kuni nijotlik erishganlar qatorida bo'ladi. Men Filippinda ajoyib go'zal xizmat qilgan bir jamoat bilan birga xizmat qildim. Biz turmadagilarga berib mahbuslarni ziyorat qildik. Qur'on va Allohning bandalariga bo'lgan talablari haqida to'xtaldik. O yerda nurg'un kishilar shahodat keltirib musulmon bo'ldi. Payg'ambar alayhisolamning sizga eng ta'sir qilgan ish harakati qaysi? Uning mehribonligi va apuchanligi. Uning beshiga kelgan eng og'ir kunlardan biri o'zi so'zlab berganidek bolalarning uningga tosh otgan kuni, ya'ni Toyibga chiqqan kuni edi. Uningga tosh etib hujum qilishdi. U vaqtda Rasululloh duo qilsa tog'larni ularning beshiga dum ko'mtirishdak bir tanlash berilgan edi. Ammo u bunday qilishni xohlamadi. Bir kun kelib u kishilarning musulmon bo'lishini umid qildi. Amaliyotda shunday bo'ldi. Men buni kishilarni apu qilish va to'g'ri yo'lga yetaklash iqtidorining yuqoriligi deb aytalayman. Hozir nima ishlar bilan shug'ullanyapsiz? Islom da'vosi uchun nurg'un ishlarni qilyapman. Amerikada Furqon fondi jamiyati tarafidan yurgizilayotgan Qur'onning inglizcha nusxasini tarqatadigan shaxsiy bir xizmatim bor. Taxminan 600 mingdek Qur'on besilib tarqatildi. Hozir bu son taxminan 1 million 600 mingga yetdi. Mening nishonim bu sonni 2 million 600 mingga yetkazish yoki uningdan ortiq bir songa yetishiga turtki bo'lish. Chunki men tunji qatam Qur'onni mush yerdan olgan edim. Ular Qur'onga ehtiyoji bor yoki elishni xohlaydigan kishilarga Qur'onni yetkazishga o'xshash intayin go'zal bir xizmat bilan shug'ullanyapti. Ingliz tilida so'zlashadigan nurg'un xizmat sohasidagilar Furqon fondi tarqatgan Qur'onni o'qiydi. Oxirda ekran oldidagi ko'rmanlarga qanday ko'ngil so'zlaringiz bor? Alloh sizlarning utuq qozonishinglarni xohlaydi va buni sizlardan kutadi. Hammamizning o'ziga itoat qilishimizni kutadi. Bilgininglardek, sizlar Alloh tarafga bir qadam olsanglar, u sizlar uchun 10 qadam oladi. Shuni bilishinglar kerakki, sizlar bir qancha qadam olsanglar, u sizlarning oldinglarga yugurib keladi. Demakchi bo'lganim shuki, Alloh bizning o'zini izlashimizni talab qiladi.